Assalomu alaykum kitob ixlosmandlari. Bugun kitob, siyosat va jamiyat rukni ostidagi navbatdagi suhbatimiz. Kitobimiz Farid Zakariyaning Erkin ta'lim himoyasida kitobi. Suhbatdoshimiz Kamoliddin aka Rabbimov. Assalomu alaykum Kamoliddin aka. Alaykum Kamoliddin assalom. aka, demak birinchi savol odatiy, demak kitob nima haqida? Aha. Xo'p, esingizda bo'lsa, Amirxon ancha vaqt oldin, menimcha adashmasam 2 yil bo'lib qoldi. Qaysi kitoblarni o'zbek tiliga tarjima qilishimiz kerak deb hisoblaysiz degan savol qo'ygan edingiz. Shunda men o'zim juda ham yaxshi bilgan va mutlaq hurmat qilgan ekspert, taniqli amerikalik siyosatshunos Farid Zakariyaning kitoblarini sizga maslahat bergan edim. Shu kitoblardan bittasi Erkin ta'lim himoyasida, ya'ni ingliz tilida In the Defense of Liberal Education degan kitob. Farid Zakariyaning bir qancha kitoblarini o'qiganman, lekin aynan bu kitobni o'sha paytda o'qimagan edim. Va o'qimasdan sizga bu kitobni tavsiya qilganligimning sababi, men Farid Zakariyaning boshqa kitoblaridan, demak, o'qib va uning maqolalari, intervyularini yillar davomida kuzatib, unga bo'lgan ishonchim haddan tashqari yuqori ekanligi sababchi bo'lgan edi. Endi mana bu kitob tarjima qilindi va men bu kitobni o'qib, haqiqatda o'zim kutganimdan ko'ra ko'proq ma'naviy va intellektual ozuqa oldim. Bu kitob ta'lim tizimi haqida. Bu faqatgina quruq o'sha oliy ta'lim yoki maktabdagi va maktabdan bitirgandan keyingi ta'lim qanday bo'lishi kerak degan savolga quruq mexanik javob bermaydi. Bu yerda ta'lim falsafasi haqida gap ketadi. Ta'lim qadriyati haqida gap ketadi. Ya'ni bitta talabaga necha soat aniq fanlar va necha soat gumanitar fanlar haqida dars berish kerak emas. Bunday quruq bir sxemalar haqida gap ketmaydi. Aksincha, qanday qilsa ta'lim tizimi o'ylanuvchan, fikrlanuvchan va har bitta masalaga hayotiy qiyinchiliklarda o'sha ta'limni tugatganidan keyin inson juda ham kuchli fikrlovchi bir mexanizmga, fikrlovchi bir kuchli intellektual mavjudotga aylanishi mumkin degan savolga javob beradi. Va bu yerda, bu kitobda bir qancha ta'lim tizimlari davrlar kesimida, davlatlar kesimida qiyosiy tahlil qilingan. Va shuning uchun hamki bu kitobning kuchli tomoni O'zbekistonga o'xshagan nisbatan yosh davlatlarga qanday qilsa o'sha mana bir ko'pchilik misol keltiradi. Ta'lim ikki xil bo'lishi mumkin. Inson ochqaganda unga ovqat beradigan yoki baliq beradigan, aksincha unga baliq emas, qo'liga qarmoq tutib o'sha baliqni ushlaydigan, malaka beradigan ta'lim tizimi bo'lishi mumkin. Va bu yerda Amerikadagi qudratli davlatni nima qudratli qildi degan savollardan, muhim savollardan bittasiga javob beradi. Amerikaning asoschi otalaridan boshlab bugungi kunga qadar Amerika ta'lim tizimi juda ham izlanuvchan va tafakkuri ochiq bo'lgan jamiyatni, insonlarni shakllantirishga qaratilgan ta'lim tizimi haqida gap ketadi. Rahmat. Xo'p, endi kitobda akademik erkinlik degan tushuncha bor va erkin ta'lim tizimi degan tushuncha bor. Shu ikkita terminni bir-biridan farqlab bersangiz. Bu ikkala tushuncha ham O'zbekiston jamiyati uchun, O'zbekiston ta'lim tizimi uchun yangi tushunchalar. Lekin raqobatdoshlik uchun, rivojlanish uchun va qudratli davlat qilish uchun bu ikkala tushuncha ham, ya'ni qudratli davlat shakllantirish uchun bu ikkala tushuncha ham fundamental, ya'ni asosda turuvchi tushunchalar hisoblanadi. Insonlar uy qurishdan oldin o'sha uyning fundamentini, ya'ni sementini quyadi. Va o'sha fundament, sement qanchalik chuqur bo'lsa, qanchalik mustahkam bo'lsa, bu uy shunchalik 10 yillar yoki asrlar davomida insonlarga xizmat qiladi. Shuning uchun fundamental tushuncha degani bu butun bir jamiyatni, davlatning asosini tashkil qiluvchi, uni mustahkamligini belgilab beruvchi yoki zaifligini ko'rsatuvchi tushunchalar, institutlar hisoblanadi. Endi birinchisi, erkin ta'lim tizimi nima degani? O'zbekistonda bu tizim hali mavjud emas.
Bir vaqtlar men Varshava universitetida o'qiganman. Demak, akademik 2005-2006 yillari Varshavada o'sha siyosatshunoslik bo'yicha ham o'qiganman va birinchi marta o'sha Varshavada ko'rganman. Bu nima degani? Ta'lim tizimi shunday bo'ladiki, talabalar o'qish majbur bo'lgan fanlar mavjud. Misol uchun polyak tili menda shunday bo'lgan, ingliz tili menda shunday bo'lgan, jismoniy tarbiya va talabaning yoki tinglovchining yo'nalishi bo'yicha o'zi kamida 5 ta, 6 ta demak professor yoki fan demak yo'nalishini tanlab olish kerak va ularni boshidan oxirigacha ularga qatnashish kerak. Misol uchun Varshava universitetida o'qiganimda din sotsiologiyasi, geosiyosat, siyosat falsafasi, xavfsizlik, globalizm kabi yo'nalishlarni tanlab olganman va mening ilmiy rahbarim professor Zapashnik degan bir inson edi. U kishining ham darslariga kirar edim. Ya'ni erkin ta'lim tizimi talabalarga imkoniyat beradi va ularga, ya'ni ta'lim tizimi aytadiki, dekanatdan ko'ra, professorlardan ko'ra talabalarning o'zlari intellektual ehtiyojini o'zlari yaxshiroq biladi. Shuning uchun ularni o'zlariga ba'zi bir darslar universal va majburiy darslar bo'lish kerak, lekin yo'nalishi bo'yicha minimum soatlar bo'lish kerak. Misol uchun 6 ta yoki 8 ta fanni u tanlab olsin, o'zi xohlagan professorlarni, o'zi xohlagan yo'nalishlarni va o'zi xohlagan aytaylik mavzularni tanlab olsin. Tanlagandan keyin boshidan oxirigacha kirsin va o'sha bo'yicha aytaylik O'zbekiston sharoitida mana imtihon topshiradi yoki o'sha darslarga kirib tinglaganligi to'g'risida demak nima qilib zachot deymiz. Mana shunday minimum talablarni boshidan oxirigacha demak topshirsin degan. Ya'ni bu tizimga ko'ra talabaga ishoniladi. Talaba, chunki inson o'ziga har doim eng kuchli va eng yaxshi narsani ravo ko'radi. Bu tizimga ko'ra umuman G'arbda nima uchun odamlar qattiq o'qiydi? Chunki har qanday jamiyatda kuchli raqobat mavjud. Va G'arbdagi erkin jamiyatlardagi raqobatning asosida intellekt turadi. Avtoritar davlatlarda hokimiyatga yoqish va kuch ishlatish raqobat turadi. Shuning uchun qattiq avtoritar davlatlarda insonlar aytaylik olim bo'lishdan ko'ra kuch ishlatar tizimlariga o'zlarini uradi. Va u yerda karyera qilishga, kuch ishlatish borasida raqobat qilishga harakat qiladi. Shuning uchun qattiq avtoritar davlatlardagi eng qudratli odamlar bu shartli ravishda generallar. Lekin erkin jamiyatlardagi eng aytaylik hurmatli yoki qudratli insonlar bu katta biznesmenlar, bu katta olimlar, bu katta siyosatchilar. Ya'ni erkin jamiyatlardagi raqobatning asosida jamiyatning muammolarini malakali anglash va jamiyatga uni tushuntirib berish va jamiyatga ular, ya'ni jamiyat ko'z o'ngida ularga eng malakali yechim taklif qilish orqali ular o'ziga qudrat yig'adi, o'ziga boylik yig'adi va jamiyatdan vakolat oladi. Masalan, kongressmenlar bor, senatorlar bor, prezidentlar bor. Va globallashgan dunyoda erkinlikni siyosiy o'yin qoidasidan chiqarib bo'lmaydi. Erkinlikning ulushi borgan sari oshib boradi. Chunki lokalizm davrida istagancha kuch ishlatish mumkin edi o'tmishda. Bu butun davlatlar tarixida, butun sivilizatsiyalarda shunday bo'lgan. Lekin bundan keyin unday bo'lmaydi. Endi erkin ta'lim tizimi yuqorida aytganimdek o'sha talabalarga, tinglovchilarga xohlagan darslarni tanlash va ularga demak kirish imkoniyatini beradi. Chunki misol uchun talabalar har doim aytadi, falonchi professor zo'r, kuchli, lekin bu professor yoki bu dars bizga uncha yoqmayapti deydi. Va natijada hattoki darslar va professorlar o'rtasida ham raqobat paydo bo'ladi. Va natijada ularning reyting tizimi ham ishlab boshlaydi. Bu universitetlar o'rtasidagi raqobatga olib keladi. Chunki qaysidir bir universitetda aytaylik 15 ta kuchli professor bor. Masalan, MIT, ya'ni Massachusetts texnologik institutida masalan kuchli olimlar masalan reytingiga ko'ra u ancha yuqori turadi. Yoki Amerikadagi universitetlarni hamjamiyatlari mavjud. Masalan haligi
Stanford bor, Yale bor yoki boshqa universitetlar bor. Ular juda ham prestij yuqori, obro'y juda ham yuqori. Sababi ular butun Amerika bo'ylab eng kuchli professorlarni, eng kuchli mutaxassislarni o'zlariga chorlaydi. Boshqalardan ko'ra ko'proq oylik beradi. Ya'ni bitta universitet doirasidagi olimlarning raqobati alal oqibat butun davlat bo'ylab universitetlarning raqobatiga olib keladi va bu umummilliy intellektual raqobatning va rivojlanishning hosilasi bilan tugaydi. Chunki raqobatning aytganimdek tabiati bo'ladi va intellektual raqobat bu umumiyatla davlatning qudratiga, davlatning salohiyatiga jiddiy ta'sir qiladi. Endi siz bergan savolning ikkinchi qismi akademik erkinlik nima? Bu kitobda akademik erkinlikka qisman e'tibor berilgan, lekin Amerika uchun akademik erkinlik masalasi yoki mavzusi u qadar aktual emas. Nima uchun? Chunki u yerda bor. Akademik erkinlik degani bu huquqiy demokratik davlatlardagi standart talab. Hali bu Markaziy Osiyoda, postsovet hududida u qadar chuqur anglangan masala emas. Hali Markaziy Osiyo davlatlarida akademik erkinlikni anglash darajasi, uni joriy qilish darajasi yuqori emas. Demak, akademik erkinlikka ko'ra har bitta tadqiqotchi olim, har bitta ilmiy muassasa faoliyati shunday bo'lish kerakki, unga davlat tomonidan yoki jamiyat tomonidan har qanday aralashuv, bosim, senzura, yashirincha va oshkora signallar minimum bo'lishi yoki bo'lmasligi kerak. Olimlar davlatda va jamiyatda bo'layotgan muammolarni emin-erkin tahlil qilishi, talabalarga uni tushuntirib bera olishi, o'zlarining intervyu, kitob, doklad maqolalarida hech narsadan qo'rqmasdan, davlatning bosimidan qo'rqmasdan, jamiyatning tanqidlaridan qo'rqmasdan bemalol bildirish kerak. Misol uchun, o'sha yuqorida mana Varshava universitetini misol qilib keltirdim. Hattoki Polshada universitetlarining haligi ahrana deymiz, qo'riqchilari ham bu davlatning militsiyasi emas. Bo'lishi ham mumkin emas. Ya'ni davlatda, jamiyatda mustaqil qo'riqlash xizmatlari mavjud. Bugungi kunda O'zbekistonda ham bor. Milliy gvardiyadan tashqari o'nlab, balki yuzlab qo'riqlash xizmatlari mavjud. Endi universitetlar hattoki ularning hovlisiga davlatning kuch ishlatar tizimlari ularning ruxsatisiz, ya'ni rektoratning ruxsatisiz kira olmaydi. Har bitta universitet tarixan mana g'arbda ham bo'lgan, aslida bizda sharqimizda ham bo'lgan. Har bitta kampus uning sarhadiga kirdingizmi, u yerda intellektual erkinlik ruhiyati ufurib turish kerak. U yerda bibliotekalarda, u yerdagi o'sha katta zallarda insonlar jamiyatdagi, davlatdagi bo'layotgan, global maydonda bo'layotgan muammolarni emin-erkin, jo'shqin bahs munozara qila olish kerak. Chunki har qanday davlatdagi muammo anglanmas ekan, alal oqibat bu davlatning o'ziga katta zarar keltiradi. Ya'ni akademik erkinlik bu erkin ta'lim tizimi bilan uzviy bog'liq bo'lgan ikkita tushuncha. Birinchisi fundamental masala bu akademik erkinlik. Akademik erkinlik ta'minlanganidan keyin xo'p, ta'lim tizimi qanday bo'lish kerak degan savol paydo bo'ladi. Ana unda birovlar ko'proq erkin ta'lim tizimiga, birovlar aytaylik rejalashtirilgan ta'lim tizimiga, mana O'zbekistonda ko'proq rejalashtirilgan. Misol uchun kimdir birov oliy ta'limga kirsa, xususiy bo'ladimi, davlat universitetlariga bo'ladimi, birinchisi 4 yil bakalavr bo'ladi. U yerda 1-yildan toki 4-yilgacha talaba biror bir darsni tanlay olmaydi O'zbekistonda. Unga dekanat aytadi, sen mana buni o'qishing kerak, sen mana buni o'qishing kerak deb va unga oliy ta'lim tizimi uni oldindan rejasini bergan bo'ladi. Va talaba hech narsani tanlay olmaydi, o'sha darslarni o'qish kerak va bitirib chiqish kerak. Bu yerda Fariz Zakariya aytayaptiki, birinchisi talabalarda tanlov imkoniyati bo'lishi kerak. Ikkinchisi, faqatgina keyingi paytda Amerikaning o'zida ham katta muammolarni ko'rsatadi u. U aytadiki, ta'lim tizimining narxi haddan tashqari qimmat bo'lib ketyapti deydi. Amerikada uy-joyning, demakki xizmat ko'rsatishlarning, tovarlarning keyingi 10 yilda, 20 yil, 30 yilda hammasi narxi tushdi deydi. Faqat ikkita narsaning narxi haddan tashqari oshib ketdi deydi. Birinchisi,
Hurmatli kitobxonlar, Farid Zakariyaning Erkin ta'lim himoyasida kitobini iBook kitob do'konlaridan, shahringizdagi kitob do'konlaridan yoki Uzum Market platformasidan qog'ozli variantini sotib olishingiz mumkin yoki elektron va audio variantini Mutolaa ilovasidan bemalol xarid qilishingiz mumkin. Tibbiy xizmatning, ikkinchisi ta'limning bir necha 10-100 baravarlab oshib ketdi deydi. Va uning sabablarini ko'rsatadi. Birinchisi, ikkinchisi, borgan sari talabalar umuman Amerikadagi ta'lim tizimi haddan tashqari pragmatik bo'lib, qanday qilsam tezroq ta'lim olamandagin ko'proq pul topaman degan sohaga kirib ketyapti. Aniq fanlarga yoshlar qiziqib ketyapti. Lekin buning qusurlari, buning muammolari va fojialari aniq muqarrar bo'ladi deydi. Chunki falsafaga, tarixga, demak ingliz tili, ona tili deganda ular ingliz tili va mana shunday gumanitar fanlarga bo'lgan ehtiyoj, ya'ni falsafaga bo'lgan ehtiyoj tushib ketyapti deydi. Va buning oqibati siyosiy tizimning tabiatiga va jamiyatdagi o'sha gumanitar tafakkur, ya'ni davlatchilikning ustunlariga salbiy ta'sir qiladi degan bir g'oyalarni ham keltiradi. Shunaqa. Xo'p, navbatdagi savol. Mana shu ikkita narsada qarang. Jamiyat oldin erkin bo'lib, ochiq bo'lib, bo'ladi, keyin uni ortidan ta'lim erkinlashadimi yoki teskarisimi? Masalan, AQSh misolida Zakariya ham aytadi, u yerda o'sha AQShning otalarini o'zi bu masalani asoschi otalarini o'zi bu masalani olib chiqadi, ya'ni. Bizni holatimizda qanday bo'lishi kerak? Birinchi jamiyat anglab yetadi, keyin u ta'limni erkinlashtiradimi yoki ta'limni o'zi davlat tomonidan erkinlashtirilib, keyin jamiyat erkinlashadimi? Shu qanday ishlashi kerak sizga? Qarang, har bitta davlatning yoki jamiyatning o'zini tarixiy evolyutsiyasi bo'ladi. Misol uchun, Amerikada davlatchilikdan oldin jamiyatda erkinlik paydo bo'lgan edi. Bu Amerika tarixi. Lekin O'zbekiston sharoitida biz tarixan kuchli davlat bo'lganmiz. Ya'ni bizda xonliklar, bekliklar, katta imperiyalar, demak, hozirgi paytda bizning oldimizda turgan masala, mana davlatchiligimiz bor. Tarixiy davlatchiligimiz juda ham kuchli, hatto qo'shni davlatlarga nisbatan qiyoslaganimizda ham. Endi bizni sharoitimizda hozir qanday qilsak O'zbekiston raqobatbardosh davlat bo'ladi? Qanday qilsak biz inson kapitalini eng samarali va qisqa yo'llar orqali samarali foydalanamiz va buning uchun ta'lim tizimimizni qanday isloh qilishimiz kerak degan masala turadi. Har bitta davlatning o'zini tarixiy evolyutsiyasi, o'zining tarixiy yo'llari bor. Va O'zbekiston sharoitida bizda davlatchilik bor, bizda markazlashgan davlatchilik juda ham kuchli bo'lgan. Hozirgi paytda masalan O'zbekistonning aslida bu tarixiy yutug'i. Davlatchiligimiz tarixiy masalan kuchli davlat bo'lganligi. Lekin mana biz hozir o'tish davridamiz. Sovet ittifoqi davrida biz totalitar davrni yashadik. Undan keyingi davrda, demak, evolyutsiya ketyapti bu yerda. Qattiq avtoritarizmni yashadik. Mana bugungi kunda siyosiy ratsionalizm davrini yashayapmiz. Davlat ijtimoiy barqarorlikni yo'qotmagan holatda ijtimoiy, demak, muammolarga, bo'hronlarga yo'l qo'ymasdan kuchli islohotlarni amalga oshiryapmiz. Jumladan kun tartibiga qo'yilgan masalalardan bittasi bu ta'lim tizimini isloh qilish. Chunki 37 millionlik O'zbekiston bugun postsovet hududidagi ikkinchi katta davlat. Markaziy Osiyodagi bu eng yirik davlatimiz. Butun bir Markaziy Osiyoning deyarli yarim aholisi bitta O'zbekistonda yashaydi. Qolgan yarim aholisidan sal ko'prog'i 4 ta respublikada birga qo'shganda ularga to'g'ri keladi. Demak, O'zbekiston katta davlat, O'zbekiston katta jamiyat. O'zbekistonda demografik o'sish juda ham jo'shqin va O'zbekistonda ijtimoiy proseslar ham juda ham jo'shqin. Demak, O'zbekistonning ta'lim tizimi shunday bo'lishi kerakki, biz akademik erkinlikni, erkin ta'lim tizimini hozirgi holatga, hozirgi islohotlarda kuchliroq davlatning anglashi, jamiyatning anglashi natijasida implementatsiya qilishimiz kerak. Ya'ni bu narsa yo'q emas, bu narsa bo'lyapti. Mana keyingi demakki 7-8 yil ichida O'zbekistonda yangi bir ruhiyat shakllandi. Ya'ni yuzlab kitoblar tarjima bo'lyapti. O'quv markazlari har bitta ko'chada bor. Ya'ni hattoki bu sohada, ya'ni o'quv markazlari mana maktablar 2016-yilga qadar 62 ta davlat universiteti bor edi va bitta xususiy universitet yo'q edi.
barchasi davlatning tashabbusi orqali yoki qo'shma, demak, oliy ta'lim muassasalari, ba'zi bir universitetlar, masalan Singapur va boshqalar, ular qo'shmaydi. Bugungi kunda, demak, mustaqil bo'lgan, xususiy bo'lgan universitetlarning soni adashmasam, hattoki ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra 150-200 tadan oshdi. Ya'ni davlat bu sohada liberallashtirdi. Standart o'rnatdi va kimki talabga javob bermayotgan bo'lsa, davlat uni tezda so'zsiz yopib tashlamayapti. Ma'lum bir imkoniyatlar, qo'llab-quvvatlovlar beryapti. Chunki O'zbekistonda ertami kechmi barcha universitetlar xususiy bo'lib ketadi. Bugungi davlatning universitetlari ham vaqti kelib xususiylashib ketadi. Davlat bu sohada xususiy sektorga ham yordam beryapti va davlat universitetlarining bosqichma-bosqich mustaqil bo'lib borishiga ham yordam beryapti. Va bugungi siyosiy tafakkurga ko'ra davlatning raqobatdosh bo'lishga yordam bersa, ijtimoiy barqarorlikka rahna solmasa, davlatchilikni qo'llab-quvvatlasa, nima uchun davlat unga xalaqit qilish kerak degan yondashuv bor. Oldingi paranoya, har narsadan qo'rqaverish, har narsadan cho'chiyverish va bitta kichkina narsani mantiqiy bo'rttirib uni bloklash siyosati mavjud emas bugun. Va shuning uchun hamki O'zbekistonda bu proses ketyapti. Va bu kitob mana shu islohotlarni, ta'lim tizimidagi tafakkurni, islohotlarni aniq ishonaman jadallashtiradi va uni to'g'ri o'zanga, ya'ni qo'shimcha unga maslahatlar beradi, katta maslahatlar beradi. Kitobda tabiiy aristokratiya degan bob bor. Bu umidbaxsh bir qiziqarli boblardan biri. Ushbu bobda o'sha Thomas Jefferson, AQSh asoschi otalaridan birini fikri keltiriladi. Endi fikrini so'zma-so'zmas ma'nosini aytaman. U aytadiki, demokratiya erkin ta'limsiz bo'lmaydi degan mazmunda aytadi. Va shu fikrdan kelib chiqsak, mana bugungi AQSh deb atalgan bir qudratli davlatni, demak, bino deb tasavvur qilganda poydevori erkin ta'lim bo'lyapti. Shunday. Demak, va hozir mana bugungi kunda o'sha poydevoriga zarba beradigan bir prezidenti ham bor lekin. Chunki ta'limdan qandaydir moddiy mablag'larni kamaytiraman deb yana sudlashib ham yuribdi-da ba'zi talabalar, o'qituvchilar bilan. Xo'p, AQSh mana shu darajaga qanday keldi? Bu yerda endi ko'p universitetlar bilan misol keltirgan Farid Zakariya va biz qanday yo'nalishga, o'sha O'zan haqida hozir gapirdingiz, bursak, yana batafsilroq shu haqida gapirsak yaxshi bo'ladi. Albatta. Bu kitob sitatalarga juda ham boy. O'sha erkin ta'lim, akademik erkinlik va umuman ta'lim tizimi raqobatdoshligi, raqobatbardoshligi bo'yicha juda ham ko'plab mutafakkirlarning fikrlariga boy. Kitobda yaxshigina qiyosiy tahlil ham qilingan. Nima uchun Amerika ko'plab xalqaro olimpiadalarda doimo g'alaba qozona olmaydi? Birinchi o'rinlarni ola olmaydi. Misol uchun Xitoy yoki Vyetnam yoki boshqa bir davlatlar olimpiadalarda doim yutadi deydi, Farid Zakariya aytadi. Lekin o'sha olimpiadada yutgan bolalarni keyinchalik taqdirini o'rganganimizda, ular katta yangiliklar yaratmaydi. Ular katta kompaniyalarga asos solmaydi deydi. Lekin Amerikadagi psixologiya, Amerikadagi ruhiyat shundan iboratki, o'rta miyoni o'qigan bolalar ham, demak, maktabni bitirgandan keyin, institutlarni bitirgandan keyin, oliy ta'lim olganidan keyin, hattoki mana ko'pchilik kompaniyalarni bilamiz, tashlab ketadidagi bitta katta ideya kelib qolsa, Amerikada mana shunday yaratuvchanlik ruhiyati haqida gap ketadi-da. Endi Thomas Jeffersonning tabiiy aristokratiyasi bu g'arbiy Yevropaga, ya'ni Yevropa monarxiyalariga aytilgan gap edi. Endi Amerikaning asoschi otalari Yevropaning, demak, katta xatolarni takrorlamaslik uchun imkoniyatlar izlagan. Demak, Thomas Jefferson aytadiki, mana Yevropada aristokratiya bor. Boyning bolasi boy bo'ladi, baronning bolasi baron bo'ladi. Demakki, bekning, xonning, endi O'zbekiston sharoitida qiyoslab aytyapman-da. Bekning, xonning bolasi bek, xon bo'ladi yoki sulton bo'ladi. Amerika davlatchiligida shunday bir siyosiy tizim bo'lishi kerakki, rutba avloddan avlodga o'tmasligi kerak. Shaxsiy qobiliyat, tug'ma talant va inson o'zi izlanish orqali siyosiy elita shakllanish kerak deydi. Yevropadagi elita avloddan avlodga beriladi, o'tadi deydi.
Lekin Amerikadagi elitaning tabiati bu intellektuallardan iborat bo'lish kerak deydi va bu narsa mana Amerikada amalga oshdi. Ya'ni Amerikadagi demak saylov bu raqobat, so'z erkinligi, bu jamiyatdagi muammolarni anglash, ularni demak tafakkur qilish mexanizmi. Va mana shu ikkita institut orqali Amerika siyosiy elitasi intellektuallardan tashkil topadi. Mana kongressmenlar bor, senatorlar bor, gubernatorlar bor. Hattoki Amerikada prokurorlar ham, sudyalar ham saylanadi. Bu dunyoning hattoki ko'plab demokratik davlatlarda ham unday emas. Uni o'zining mexanizmlari bor, lekin Amerikada mana shu huquq tartibot organlarining mutasaddilari ham saylanadi. Saylovning asosida jamiyatning muammolarini anglash va unga yechim taklif qilish raqobati turadi. Va tabiiy ravishda jamiyatda eng kuchli odamlar siyosiy maydonga kelaveradi. Bu shtat kesimida, shahar kesimida, demak federal hukumat kesimida va natijada Amerika bir vaqtlar Amerika bilan masalan o'sha ikkita Amerika ochilganida juda ham ko'plab qudratli davlat aslida boshida Meksika edi. Chunki serhosil, ancha ekvatorga yaqin, boy bo'lgan demak yaxshi yerlarni Meksika yoki Latin Amerikasining o'sha asli ispanlar va portugallar olib qo'ygan edi. O'sha paytda botqoq yerlar Amerikaga to'g'ri kelib qolgandi. Va undan ham yomonroq bo'lgan joylar mana Kanadaga to'g'ri kelgan edi. Lekin bugun Meksikaga nisbatan yalpi ichki mahsulot Kanadada yuqori, Kanadadan ko'ra Amerikada yuqori. Nima uchun? Chunki siyosiy tizim o'sha paytda to'g'ri tashkil qilingan edi. Boshida masalan o'sha 1490-yillardan boshlab ikkita Amerika ochilgan bo'lsa, 30 yil ichida bu ikkita Amerika qit'asi o'zlashtiriladi. Yevropa masalanda o'sha va undan keyin u davlatlar o'rtasida raqobat, kurash, urush ham paydo bo'ladi. Lekin asosan keyingi 2-3 asrda Amerika siyosiy, harbiy, iqtisodiy monstrga aylanib ketib qoldi. Buning sababi Amerikaning ichkarisida inson potensialini to'g'ri ishlatishga qaratilgan siyosiy tizim shakllandi. Bir vaqtlar amerikaliklar Meksikaliklarga havas qilgan bo'lsa, bugun o'sha eng dunyodagi haligi Meksikaning devori bor, Amerika Meksika o'rtasidagi devor, butun dunyo o'sha yerga yig'iladi degan Amerikaga o'tib olsam deydi. Demak, Thomas Jeffersonning orzusi va taklifi bugun amalga oshdi. U Amerika davlatchiligiga singib ketdi va bu siyosiy institut, siyosiy jarayon sifatida demakki Amerika davlatchiligining fundamentiga kiritildi va natijada Amerika yutdi. Demak, Amerikada zo'r bo'lsangiz ko'tarilasiz. Shunday deb tushunish kerak. Xuddi shunday, misol uchun Amerikada inson kapitali juda ham kuchli himoya qilinadi. Misol uchun siz nimadir ixtiro qilsangiz va o'z vaqtida uni tezda patentlab olsangiz va uni jamiyat iste'mol qiladigan bo'lsa, siz bir oyning ichida millioner yoki milliarder bo'lasiz. Shunaqa. Ya'ni kimdir birov sizning mulkingizni olib qo'ya olmaydi. O'sha mulkda intellektual mulk daxlsizligi ishlaydi. Agarki sizda qobiliyat bo'ladigan bo'lsa, siz jamiyatga nimadir bera oladigan bo'lsangiz, saylovlarda jamiyat sizga ovoz beradigan bo'lsa, saylovlarni soxtalashtirishning iloji yo'q. Siz o'sha intilgan joyingizga saylanasiz. Senatorlikka intilgan bo'lsangiz, senator bo'lasiz. Kongressmen bo'lmoqchi bo'lsangiz, kongressmen bo'lasiz. Gubernatorlikka, ya'ni hokimlikka intilgan bo'lsangiz va xalq sizga ovoz bersa, siz gubernator bo'lasiz. Bu yerda bir qancha kesishmalar bor. Bu yerda o'zlik masalasi albatta bor. Lekin Amerikada misol uchun Amerikaning senatorlarining ichida ham, ayniqsa kongressmenlarning ichida etnik musulmon bo'lgan siyosatchilar ham yo'q emas, bor ular ham. Bor. Albatta. Yaqinda bittasi Trampni tanqid qilib chiqdi-da, kecha bitta ayol. Xo'p, endi qarang, biz hozir mavzu doirasida ko'proq AQShni muhokama qilyapmiz, chunki kitobda AQSh aytilgan o'zi. Asosiy fokusda AQSh davlati. Fokusda, lekin Zakariya yana bir nechta boshqa mamlakatlarni ta'lim tizimini ham misol keltiradi. Misol uchun Xitoy. U Xitoy haqida gapiradi. Bu qiziq, juda ham qiziq Xitoy. O'zi erkinlikning kelajagida navbatdagi kitobida
dunyodagi keyingi siyosiy jarayonlar Xitoyni qaysi yo'lni tanlashiga bog'liq ham degan gapni aytadi-da. Shunday. Bu yerda ham Xitoy yana anaqa nima deydi, 50-50 turibdi. Ya'ni uni ta'lim tizimida innovatsiyalar bor, deylik, qisman yaratuvchanlik bor, lekin o'sha aylanma siyosatga bormaydi-da. Ya'ni aylanadi, ta'lim hamma soha rivojlanadi-da, siyosatga borganda yana orqaga qaytadi. Shu qanday o'zi masalan Xitoy qanday shu darajaga erishyapti-yu va uni raqobatbardoshlik faqat siyosatga bormasdan pastda bo'lyapti-da raqobat. Yo'q, qarang, Farid Zakariya o'zining keyingi kitoblarida, mana siz yuqorida tilga olgan Illiberal Democracy, Neliberalniy demokratiya yoki Post-amerikanskiy mir будущего, men bu kitoblarni ruscha o'qiganman. Ya'ni dunyodagi post-Amerika dunyosi tarjima qilish kerak. Mana bu kitoblarda Xitoy keng tahlil qilinadi. Uning siyosiy tizimi ham, uning siyosiy xatolari ham, uning siyosiy yutuqlari ham. Xitoyning ratsional avtoritarizmi juda ham xolis tahlil qilingan deb o'ylayman. Va bu kitobda aytadiki, Xitoy bilan amerikalik bir yoshdagi, masalan, maktabni bitirayotgan bolalar, litsey, kollejdagi bolalar raqobat qiladigan bo'lsa, xitoyliklar ko'proq yutib chiqadi deydi. Sababi oddiygina Xitoyda, misol uchun Amerikada har kuni 6 soat dars qiladigan bo'lsa, Xitoyda 2 soat, 3 soat ko'proq dars qilyapti deydi. Va shuning hisobiga, ya'ni ta'lim tizimi, Xitoyning ta'lim tizimi bolalarga ko'proq nagruzka deymiz, ko'proq yuk beryapti. Ko'proq soat haftasiga, oyiga, yiliga taxminan 15-20% ortiqcha yuk beryapti va xitoylik bolalar o'sha demak yuklatilgan vazifalarni, darslarni o'zlashtirishga harakat qilyapti deydi. Bu Xitoyning modeli haqida gap ketadi. Lekin Xitoydagi masalan 2012-15 yillarda men Amerika Qo'shma Shtatlariga borganman, katta-katta konferensiyalarda ishtirok etishga va bitta demak yig'ilish Washington universitetida bo'lgandi. Ya'ni Oq uydan yonida joylashgan Eliot School of International Affairs, ya'ni xalqaro aloqalar Eliot maktabi, ya'ni bu o'sha Washington universitetining ichkarisidagi, bu Yevrosiyo qit'asidagi geosiyosiy, siyosiy jarayonlarni muttasil o'rganib boruvchi markaz. U yerda Markaziy Osiyoga, O'zbekistonga e'tibor juda ham katta va 2015-yilda bu yerda katta bir konferensiya bo'lgandi. Shunda umuman Amerikadagi professorlarning gapini eshitib hayratlanganman. Uni boshqa maqolalarda ham o'qiganman. Uni o'zim ko'zim bilan ham ko'rganman. Qarang, bitta statistik ma'lumot. Amerikaga kelayotgan 100%lik chet ellik talabalarning taxminan 50% bitta Xitoyning o'zidan. Bitta Xitoyning o'zi 50%. Qolgan 50% dunyoning 200 ga yaqin davlat. Bu nima degani? Xitoy Amerikaning intellektual potensialini ichak chavag'i bilan o'zlashtirib olyapti degani. Jumladan erkin ta'lim tizimini Xitoy joriy qilyapti bugun. Xitoyning juda ham ko'plab universitetlari bor. O'sha tizimni Xitoy ratsional davlat. U avtoritar davlat, lekin ratsional davlat. Ya'ni Xitoyning ma'lum bir tabulari bu ta'lim sohasida emas. Xitoyda bugun akademik erkinlik masalasi borgan sari kengayib boryapti. Xitoyning olimlari Xitoyning manfaatlari doirasida tanqidiy fikrlay oladi. Tanqidiy gapira oladi. Hokimiyatni qattiq tanqid qila olmaydi, hokimiyatga teginmaydi, lekin hokimiyatning qilayotgan xatolarni qog'ozga olib bemalol ayta oladi. Maqolalarda chiqara oladi. O'shaning uchun hamki oltin oraliqni topgan. Shunaqa bo'lyapti. Endi bilasizmi, senzura yo'q emas Xitoyda, bor senzura. Lekin bu haligi qattiq avtoritar davlatlardagi kabi qattiq senzura emas. Xitoy hokimiyatining aytayotgan gapi bizni obro'sizlantirmasdan muammolarni bemalol gapirishing mumkin. Xalqni ko'chaga chiqaradigan holatga olib bormasdan muammolarni marhamat aytaver. Konferensiyada aytasanmi, maqolalaringda aytasanmi? Bu bor narsa Xitoyda. Xitoy juda ham katta davlat va juda ham dinamik o'zgarayotgan davlat. Shuning uchunki
Amerikadagi yangiliklar, Amerikadagi know-howlar birinchi bo'lib Xitoyda tomonidan o'zlashtirilyapti. Xitoy juda ham ko'chirmachi davlat. Ya'ni unda ratsionalizm nima uchun bu narsa bizni kuchaytirsa va zaiflashtirmasa va bizning manfaatlarimizga xizmat qilsa olmasligimiz kerak degan narsa Xitoyda juda ham kuchli. Va Xitoy taraqqiyotining zamirida birinchi bo'lib Amerikadan o'zlashtirish turadi. U Xitoy ikkinchi ko'z bilan Yevropaga qaraydi va boshqa davlatlarga qaraydi. Misol uchun xitoylik talabalar Rossiyada ko'p emas. Deyarli yo'q Rossiyada. Chunki biladi, Rossiya Xitoyga hech narsa bera olmaydi. Va Xitoy davlat siyosati shundan iboratki, hurmatli kitobxonlar, Farid Zakariyaning Erkin ta'lim himoyasida kitobini iBook kitob do'konlaridan, shahringizdagi kitob do'konlaridan yoki Uzum Market platformasidan qog'ozli variantini sotib olishingiz mumkin yoki elektron va audio variantini Mutolaa ilovasidan bemalol xarid qilishingiz mumkin. boringlar, avvalambor Amerikadan o'rganinglar. Sanoatlashtirishni, ta'lim tizimini, uylar qurishni, sement zavodlar qurishni, demak, boshqa harbiy tizimda hamma narsada Xitoy keyin sonda yutib ketadi. Ular oladida sonda yutib ketadi. Sonda ham yutadi va sifatda ham yutyapti keyingi paytda. Mana qarang, keyingi 10 yilda Xitoy kutilmaganda dunyoning balkim birinchi avtomobil sanoati davlatiga aylanyapti. Hozir Yaponiya bilan bemalol raqobat qilyapti, Germaniya bilan bemalol raqobat qilyapti. Ya'ni Xitoy kolossal tajriba yig'yapti. Dunyodagi eng kuchli mutaxassislarni sotib olyapti va ularga juda ham kuchli jozibador kontraktlar taklif qilyapti. Ya'ni bu masalada Xitoy, aytayapman-ku, Xitoy talabalari haliga qadar Amerikada eng katta segmentdagi. To'g'ri, bugungi kunda 50% emas. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zi, masalan, Donald Trampni biz juda ham yaxshi bilamiz, anchagina ksenofob ekanligini. Ya'ni bugun Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining yangiliklarini, know-howlarini dunyodan qizg'anib boshladi. Avvalambor, ya'ni Xitoyga kelganda ma'lum bir Xitoy fobiyasi keyingi 3-4 ta prezident davrida oshib boryapti. Bu tabiiy ravishda, chunki Xitoy dunyoning ikkinchi iqtisodiy, harbiy, siyosiy qudratiga aylanib bo'ldi. Va bundan keyin Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi raqobat keyingi etapga o'tadi. Lekin ta'lim tizimida esa Xitoy aynan va avvalambor Amerika Qo'shma Shtatlaridan keyingi 50 yilda eng ko'p narsa o'rgandi. Shuni aytaman-da, ya'ni hozir bizni suhbatimiz davomida qarshi fikr tarafdagilar bo'lishi mumkin. Ular mana Xitoy kommunizm, lekin ta'limi rivojlanyapti-ku, shuncha know-howlar qilib, innovatsiyalar qilib yotibdi-ku deyish mumkin-da. Biz hozir Xitoy klassik kommunistik davlat emas. Demak, Sovet ittifoqi yiqilishi arafasida Xitoy rejalashtirilgan, planlashtirilgan iqtisodiyot ishlamasligini juda ham yaxshi tushundi. Ular yangi gibrid siyosiy tizim shakllantirdi. Xitoyda rasman 8 ta siyosiy partiya bor. To'g'ri, kommunistik partiya hammasini nazorat qiladi. Kommunistik partiya Xitoyda kapitalizmni joriy qildi. Xitoyda demak kapitalistlar, milliarderlarning soni juda ham ko'p bugun. Bugun kapitalist milliarderlar, xususiy sektor milliarderlari soni o'lishiga ko'ra adashmasam Pekin Nyu-Yorkdan keyingi o'rinda turadi. Rossiyada Moskvadan ko'ra bir necha 10 baravarlab ko'p. Ya'ni shuning uchun Xitoy siyosiy tizimini unaqa primitivlashtirish kerak emas. Xitoy siyosiy tizimi bu gibrid siyosiy tizim. Va uni kommunistligidan ko'ra ko'proq kapitalistligi, ko'proq aytaylik dunyo ilg'or texnologiyalar, ilg'or g'oyalarni o'ziga o'zlashtirganlik darajasi yuqoriroq deb o'ylayman aslida. Endi o'zimiz bilan solishtiramiz. Masalan, bir tomonda erkin ta'lim tizimi, bir tomonda hozir bizda mavjud bo'lgan ta'lim tizimi. Xo'p, erkin ta'lim tizimini O'zbekistonda joriy qilishda tafakkurda qanday o'zgarishlar qilish kerak? Masalan, tushuntiraman. Erkin ta'lim tizimida aytadiki, AQSh Yevropadagidek ustoz shogird an'anasini olmadi deydi Farid Zakariya. Ya'ni bir talaba bir vaqtda o'zida deylik bir nechta ustozdan olishi mumkin va undan tashqari mustaqil ham ta'lim olishi mumkin deydi. Bu erkin ta'limning yutuqlaridan biri deydi. Bu bizni deylik madaniyatimizgadir, balki tariximizgadir teskari bo'lishi mumkin. Ya'ni bizda ustozdan olinadi, u shogirdga o'tadi, undan shogirdga o'tadi va hokazo. Tarixan shunday bo'lgan, bu deylik qandaydir teskari tomoni. Yana bir nechta shunga, masalan, yana bitta tomoni bor. U yerda tanqid qilish. Endi
o'sha isbotlab tanqid qilish norma erkin ta'lim tizimida. Bizda ustoz nimadir desa, o'quvchi unga norozilik bildirishi norma emasda. Xo'p, mana shu tafakkurda birinchi navbatda qanday o'zgarishlar qilish kerak deb o'ylaysiz? Avvalambor O'zbekiston sharoitida erkin ta'lim tizimidan oldinroq akademik erkinlikka ko'proq e'tibor berish kerak. Akademik erkinlik deganda ta'lim tizimi, universitetlar, institutlar, domlalar, mana professorlar, ularning ishiga, ta'lim tizimiga davlatning aralashuvi, ya'ni senzura nuqtai nazaridan aralashuvini imkon qadar minimallashtirish kerak va bundan vaqt kelib bundan qutulishimiz kerak. Mana 8 yil bo'lyapti O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lganiga. Butun dunyoda prime time deymiz. Hamma uyga kelib, haligi televizorni qo'yadigan vaqt bo'ladi. Televizorni ko'radigan vaqt bo'ladi. Ya'ni eng ko'p ko'riladigan vaqt bo'ladi. Kechki soat 7 dan 9 gacha yoki 10 gacha deylikki, o'sha kechki 3 soat, 4 soatda. Rivojlangan huquqiy qudratli davlatlarning hammasida o'sha paytda kun mavzusi bo'yicha eng kuchli olimlarni chiqib bahslashayotganini ko'rasiz. U ba'zan siyosatchilar ham bo'ladi, ba'zan demak jurnalistlar ham bo'ladi, lekin ko'proq ekspertlar bo'ladi. Ekspert odam butun bir umrini shu masalaga sarflab, shu narsani o'rgangan. U doktorlik qilgan, u undan oldin kandidatlik dissertatsiyasi qilgan, bir necha maqolalar yozgan, balkim yuzlab, o'nlab kitoblar yozgan bo'ladi. Ya'ni u umrini sarflab o'sha masalani o'rganishga jiddiy kirishgan. Va u televizorga chiqqanda yoki universitetda dars berayotganda qanday qilsam mana shu hokimiyatga yoqaman degan motiv bilan intervyu bermaydi. U imkon qadar xolis ma'lumot, informatsiya beradi. Xolis tahlil qiladi. U biladiki, olimlik etiketiga ko'ra u siyosatchi emas. U yoki bu partiyaning manfaatidan kelib chiqib gapirmaydi. Ya'ni siyosiy tarafkashlik qilmaydi. Yillar davomida olimning etiketi to'g'risidagi tasavvurlar unda shakllangan va shundan kelib chiqib u xolis hokimiyatga konsalting qiladi. Chunki u auditoriyada uni shogirdlari ham ko'rib o'tiribdi. Uni hamkasblari ham ko'rib o'tiribdi. Va demakki oliy hokimiyatdan boshqa ekspertlar ham ko'rib o'tiribdi. Va shuning uchun u o'zini va boshqalarni aldamaydi va xolis gapiradi. Xolis gapirishda unga siyosiy bosim, yashirincha oshkora siyosiy bosim bo'lmaydi. Bo'lmasligi kerak. Kitoblar yozayotganda ham xuddi shunday. Ya'ni akademik erkinlikning markazida turadigan shaxs bu rektor emas. Professor. Bu professor. Uning muqaddas dargohi, uning kabineti bor. Uning eng qimmatli narsalari uning bibliotekasi, kitoblari. O'sha biblioteka, ya'ni u muqaddas dargohi kabinetida o'tirib, u jamiyatga, davlatga, o'zining demak shogirdlariga yoki o'sha talabalarga eng qimmatli va xolis maslahat beradi, bilimlar beradi. Bir tomondan mana tibbiyot. Bu siyosiy emasdek ko'rinadi. Lekin tibbiyot sohasidagi professor, olim odam, dars berayotgan odam xolis gapira olmasa, erkin gapira olmasa, o'sha tibbiyot sohasidagi talabalarga ham yaxshi dars bera olmaydi. Nima uchun? Chunki jamiyatda necha foiz odam yurak xurujidan vafot etyapti. Necha foiz odam, aytaylik, anemiya deydi, kamqonlikdan qiynalyapti. Chunki bu siyosiy masala. Anemiya degani, kamqonlik degani yaxshi yeb ichmaydi degani. Yoki necha foiz odam rak kasalidan o'lyapti. Rak kasalining sabablaridan bittasi mana O'zbekiston sharoitida havo. Bir tomondan havo, ikkinchi tomondan kunlik ichayotgan suvimizda xlor miqdori oshib ketyapti. O'sha xlor miqdori, masalan, hozir butun bir Toshkent suv sotib oladi. Har xil nimalar bor, suv tashuvchi, 20 litrlik suv tashuvchi kompaniyalar bor. Lekin choy qaynatayotganda yoki sho'rva qilayotganda oddiy kranni ochadidagi o'sha suvdan ko'pincha quyib yuboradi. Va u qaynaganda xlor yo'qolmaydi. Yoki boshqa bir moddalar yo'qolmaydi. 20 yil mana shu suvdan ichgan odam tabiiy ravishda uning qonida, uning organizmida, vujudida o'sha zaharli moddalar to'planadi. Va shuning uchun meni nazarimda, men olim emasman va menda statistik ma'lumotlar yo'q. Lekin meni nazarimda onkologik kasalliklar oshib boryapti O'zbekiston sharoitida. Bitta O'zbekistonda emas, Markaziy Osiyoda.
Bu global iqlim bilan ham bog'liq. Suv yetishmovchiligi bilan ham bog'liq. Yeb ichishimiz bilan ham bog'liq. Noto'g'ri ovqatlanishimiz bilan ham bog'liq. Bir necha yil oldin BBCda demakki noto'g'ri ovqatlanish sababli o'lim darajasi eng ko'p davlat deb mana O'zbekiston BBC'da maqola chiqqandi, esingizda bo'lsa. Demak, ko'ryapsizmi? Hattoki tibbiyot sohasidagi olim odam ham erkin muammolarni tahlil qila olmasa va siyosiy kontekstdan kelib chiqib gapirsa, uning talabalariga to'g'ri va to'liq ma'lumot bera olmaydi. Endi ijtimoiy, iqtisodiy, gumanitar sohalarni aytmasa ham bo'laveradi. Demak, akademik erkinlik birinchi o'rinda turadi. Akademik erkinlik ta'minlangandan keyin, u kengaygandan keyin olimlarimiz o'rtasida, demakki, aytaylik, oliy ta'lim, xalq ta'limi vazirligi mutaxassislari o'rtasida bahs paydo bo'ladi. Har xil qarashlar paydo bo'ladi. Bu qarashlar hozir ham bor. Va natijada qaysi biri optimal degan, demak, yo'llar, aytaylik, tizimlar to'g'risidagi tasavvurlar paydo bo'ladi. Va shundan keyin albatta erkin ta'lim tizimi bo'lishi kerak. Chunki bu yerda misol uchun bir vaqtlar 2010-yillarning boshida O'zbekistonda siyosatshunoslik fani olib tashlandi. Birinchi ma'muriyat davrida. Va Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin prezident qarori darajasida siyosatshunoslik fani tiklandi. Chunki siyosatshunoslik bu siyosiy tizim to'g'risidagi ta'lim. Insonga doktor kerak, kasal bo'lib qolishi mumkin. Xuddi shunday siyosiy tizimning qachon sog'lom bo'ladi, qachon kuchli bo'ladi, qachon kasal bo'lib qoladi, buni siyosatshunoslik fani aytish kerak. Buni o'sha sohadagi mutaxassislar aytish kerak. Va shuning uchun hamki erkin ta'lim tizimi qanday bo'lish kerak? Qancha proporsiyada bo'lish kerak? Qaysi oliy ta'lim muassasalarida bo'lish kerak? Mana bularga kollektiv javob izlashimiz kerak. Menda hozir tayyor yechim, tayyor taklif mavjud emas. Chunki men erkin ta'lim, umuman ta'lim tizimi bo'yicha mutaxassis emasman. Men siyosatshunosman. Lekin meni fikrimcha 100% akademik erkinlik bo'lishi kerak va undan keyin biz erkin ta'lim tizimini masalasini kun tartibga qo'yishimiz kerak. Tushunarli. Endi navbatdagi savol, endi biroz shaxsiy savol. Agar sizda resurslar bemalol bo'lsa, moddiy resurs ham, boshqa tomonlama ham, farzandingizni qaysi oliy ta'limda o'qitgan bo'lardingiz, nima uchun? Birinchidan, mana erkin ta'lim tizimining falsafasiga ko'ra insonlarning ichki ehtiyoji, ichki intilishi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ya'ni ota-ona yoki universitetlar yoki davlat yoki jamiyat bosim qilib u tomonga yoki bu tomonga yo'naltirishi kerak emas. Ota-ona yoki jamiyat maslahat berishi kerak. Lekin birinchi o'rinda bolalarimizga, o'zimiz yaqinlarimizga ta'lim berayotganda o'sha ta'limning tarkibiy qismi bo'lishi kerakki, dunyoqarash asosi. Ya'ni tuproq deymiz. Biz yurganimizda tuprog'imiz, oyog'imizni ostidagi tuproq mustahkam bo'lishi kerak. Mana bu ta'lim degani. Va ya'ni maktabni bitirib, ko'chaga chiqqan 16-18 yosh bola ko'chaga chiqib adashib ketmasligi kerak. Odamlar bilan emin-erkin, bemalol, madaniyatli muloqot qilib, o'zining fikrini madaniyatli tushunish kerak va boshqalarning fikrini to'g'ri qabul qilish kerak. Avtobusning shundoq yuziga, peshtoqiga qaraganida u yerdagi yozuvlarni va harflarni qo'pol qilib aytayapman. Juda ham soddalashtirib aytayapman. To'g'ri tahlil qilishi va u avtobus qayerga, qachon olib borishini juda ham yaxshi bilish kerak. Ya'ni inson, mana hozir yoshlarimiz informatsion texnologiyalarga qiziqishi yuqori. Tezda pul topishni juda ham xohlaydi. Bu tabiiy. Xuddi shunday muammo Amerikada ham bor va O'zbekistonda ham xuddi shunday. Lekin jamiyatning ma'lum bir demakki foizi, miqdori yoki o'sha texnologik aniq bilimlar olayotgan yoshlarimizni ham olayotgan bilimining ma'lum bir miqdori demakki siyosiy tizim, jamiyatdagi siyosiy tafakkur bilan bog'langan bo'lishi kerak. Amerikaning asoschi otalari aytadiki, har qanday siyosiy tizim yoki hokimiyat xato qilishga moyil deydi. Uni Benjamin Franklin ham aytadi, uni Thomas Jefferson ham aytadi, uni Washingtonning ham bir qancha iqtiboslari bor.
va faqatgina ta'lim orqali jamiyatni sog'lomlashtirish mumkin deydi. Bu juda ham kuchli gap. Bu fundamental gap. Nima uchun qudratli bo'lgan, eng ko'p raketalarni ishlab chiqqan, eng katta yadro mashinasini yaratgan Ester yiqildi. Ha. Chunki siyosiy tizim noto'g'ri edi. Jamiyat va davlat o'zini sog'lomlashtira olmadi, yutqazdi natijada. Raqobatni yutqazdi. Xitoy buni bildi va Xitoy o'zini isloh qilib boshladi, hokimiyat davlat. Va Farid Zakariya yoki boshqa bir nimalar aytadiki, mutafakkirlar aytadiki, jamiyatda refleksiya qiluvchi, muammolarni ko'ruvchi, aytmoqchi buni Farid Zakariya aytmagan, buni Jozef Nay kichiga aytgan. Jozef Nay aytadiki, Amerika qudratli davlati juda ham uzoq yashash mumkin. Odatda tarixda qudratli imperiyalar yiqilgan ma'lum bir muddatdan keyin deydi. Mana Ray Dalio bu amerikalik juda ham taniqli iqtisodchi, u aytadiki, har bitta imperiya, demak, yuksalish davri bo'ladi, pikka chiqqan qudratli imperiya bo'lish davri bo'ladi va undan keyin pastga tushish davri bo'ladi deydi. Va juda ham ko'plab imperiyalarni misol keltiradi. Mana Gollandiya imperiyasi, ana undan keyin Buyuk Britaniya, ya'ni Angliya, undan keyin mana Fransiya, keyin Sovet ittifoqi va Amerikani ham xuddi shuni qiyosiy tahlil qiladi. Unga javoban Jozef Nay aytadiki, yo'q, agar Amerikada refleksiya qilish, uning xatolarini muttasil to'g'rilash siyosiy tizimi, mashinasi ishlaydigan bo'lsa, nima uchun biz yiqilishimiz kerak deydi. To'g'ri. Va aytadiki, biz shunday bir siyosiy tizim yaratdikki, buni borgan sari sog'lomlashtiraverishimiz kerak deydi. Va shundan kelib chiqib aytmoqchimanki, men farzandlarimga o'zlari tanlagan, demakki, ta'lim tizimini ravo ko'raman. Va ular nimaiki tanlasa, men shu sohada yordam berishga harakat qilaman. Lekin masalan, men ularga bitta maslahat bermagan bo'lardim, siyosatshunos bo'lishni. Chunki ular men qilgan xatolarni yoki mening masalan muammolarimni takrorlashini istamayman. Chunki siyosatshunos bu hokimiyatga baho beruvchi, hokimiyatga diagnoz qo'yuvchi va og'ir davrlarda hokimiyat buni yoqtirmaydi. Hokimiyat buni qahr bilan noto'g'ri qabul qilish davrlari bo'ladi. Afsuski biz shunday davrda yashadik, yashab o'tdik. So'nggi savol. Xo'p, kitob haqida gaplashdik. Endi bu kitobni siz kimlar o'qish kerak deb o'ylaysiz? Masalan, so'z boshida aytgansiz. Yana aytsangiz alohida. Qarang. Yuqorida aytib o'tdim, O'zbekiston juda ham tezlikda kattarib borayotgan davlat. Asrning ikkinchi yarmiga borib, mana bugun mintaqada demografik O'zbekiston bilan raqobatlasha oladigan davlat, yaqinlashadigan davlat mavjud emas. Ukraina ham 3-o'ringa tushdi, biz postsovet hududida 2-o'ringa chiqdik. Turkiyadan keyingi ikkinchi katta davlatmiz. Musulmon dunyosida endi har xil mezonlar mavjud. Men mustaqil bo'lgan va aholisining ko'pchiligini musulmonlar tashkil qiladigan davlatlar kesimida aytyapmanki, O'zbekiston 15-o'rinda turadi, Saudiyadan bitta o'rinda turadi. Agarki Hindistonda ko'pchilik musulmonlar emas. Rossiyada ham ma'lum bir aholi qatlami musulmon yoki Xitoyda ham ma'lum bir aholi qatlami musulmon. Agar bularni o'lchaganimizda o'sha 2-o'ntalikning oxirida joylashamiz. Ya'ni 17-chi, 18-chi, 19-chi o'rinlarda joylashamiz. Ya'ni asrning ikkinchi yarmiga borib, ayniqsa oxirroqiga borib, biz hattoki Rossiya bilan demografik raqobatga kirisha boshlaymiz. Ya'ni O'zbekistonning aholisi 70, 80, 100 million atrofida bo'ladi. Bu meni nazarimda ijobiy narsa. Lekin ma'lum bir davlatlar borki, aholisi demografik o'sishi bilan birgalikda o'zida iqtisodiy sanoatlashuv va boshqa qudrat parametrlarini birga o'stirib bora olmadi. Demografik o'saverdi va davlatning salohiyati, sanoatlashuv, ishlab chiqarish, modernizatsiya darajasi pasayaverdi. Ba'zi Afrika davlatlari. Yo'q, faqatgina Afrika emas. Misol uchun Pokiston, misol uchun Bangladesh, misol uchun Misr va bunga o'xshagan davlatlarning xatosini takrorlamasligimiz kerak. Buni takrorlamaslikning birinchi sharti bizning ta'lim tizimimiz kuchli bo'lishi kerak.
hozircha O'zbekiston xudoga shukr to'g'ri yo'ldan ketyapmiz. Ya'ni biz ijtimoiy tafovutlashuv katta bo'lib ketgan davlatlar sirasida emasmiz. Ha. Ya'ni boylar juda ham boy, kambag'allar juda ham kambag'al bo'lgan davlatlar bor. O'sha qashshoqlar va kambag'allar sinfini o'rta sinfga olib chiqish juda ham qiyin bo'ladi u davlatlarda. Biz hozir bu holatda emasmiz, lekin biz bunday risk bor bizda ham. Kafolatlangan emasmiz. Mana yaqinda O'zbekiston konstitutsion islohotlarni amalga oshirdi. Va O'zbekiston konstitutsiyasining 1-moddasiga olib chiqildiki, O'zbekiston ijtimoiy davlat degan. Ya'ni O'zbekistonda kambag'allar ochlikdan, kasallikdan o'lishi mumkin emas degani. Davlat jamiyatning ijtimoiy nochor qatlamini himoya qiladi degani. Jumladan ta'lim borasida ham istagan inson istaganicha oliy ta'lim olishi mumkin bo'lishi kerak degan masala bu ijtimoiy davlat degani. Fransiyada muammo yo'q. Germaniyada undan ham zo'r. Xohlagan inson xohlagancha oliy ta'lim oladi. Fransiyada oliy ta'lim olish qimmatroq. Germaniyada bepul. Germaniyada ijtimoiy himoya darajasi Fransiyadan ko'ra yuqoriroq. Va umuman Fransiya raqobatda Germaniyadan orqada qolib ketdi. Va bu Germaniyaning yutug'i. Amerikada mana ta'lim nihoyatda qimmatlashib ketdi. Va buni bitta Farid Zakariya keltiradi. Masalan, u yerda ishkardagi xatolarni, muammolarni keltiradi. Va bu kitobning yutuqli tomonlaridan bittasi. Demak, bu kitob butun bir jamiyatimizga kerak. Birinchi o'rinda talabalarga. Ikkinchi o'rinda butun bir ta'lim tizimida ishlayotgan shaxslarga. Bu faqatgina universitetda dars berayotgan domlalar uchun emas. Maktabning o'qituvchilari ham, kollejning ham o'qituvchilari. Chunki ular tushunib olish kerak, qanday dars berish kerak. Dars berish psixologiyasi qanday bo'lishi kerak. Ta'limning maqsadi bu yoshlarni, demak, maktab o'quvchilari yoki studentlarning ongini bir haftadan keyin esdan chiqib ketadigan ma'lumotlar bilan to'ldirish emas. Fikrlovchi shaxs, fikrlovchi qatlamni shakllantirish. Izlanuvchan qatlamni shakllantirish. Maktabdan chiqqanidan keyin o'quvchi yoki talaba savol bermasligi kerak. Mana bu nima bo'lardi degan savol bermasligi kerak. U shunday telefonni ochib, Google kirib 5 minutda o'sha savolga, 5 minut emas, 1 minutda o'sha savolga javob topa olish kerak. To'g'ri savol berib, to'g'ri javobni tanlay olish kerak. Mana shunday fikrlovchi mashina bo'lish kerak. Va bu kitobning asosiy pirovard maqsadi shu. Ya'ni bu boshqaruv, ya'ni vazirlardan, vazirliklardan tortib maktab o'quvchilari uchun ham albatta har bitta kutubxonada turadigan kitob. Bu kitobni o'qiganingizdan keyin undagi ma'lumotlar o'qiyotgan paytingizda huzurlanasiz. Ya'ni inson nimadir bilayotganda bilish bu kuchli zavqlanish. Inson yaxshi ovqat yeyotganda mazza qiladi. Yaxshi kino ko'rayotganda u zavqlanadi. Xuddi shunday. Inson nimanidir kuchli bilimlar olayotganda, insonning miyasi oziqlanayotganda u ham kuchli zavqlanadi. Va mana bu kitob insonni intellektual kuchli zavqlantiruvchi kitoblardan bittasi. Va bu kitobni o'qiganingizdan keyin undagi ma'lumotlar bir hafta, bir oydan keyin esdan chiqib ketadi. Lekin kitobning har qanday kitobning global g'oyasi bo'ladi. U insonning umrida esdan chiqmaydi. Agar inson ongli ravishda kitobni o'qigan bo'lsa, o'sha ongini yoqib o'qigan bo'lsa, kitobni o'qiyotganingizda ba'zi bir joylarni tushunmay qolasiz. Lekin kitobni to'liq o'qib bo'lganingizdan keyin o'sha tushunmagan joylarni qalam bilan belgilab qo'ygan bo'lsangiz yoki sariq marker bilan belgilab qo'ygan bo'lsangiz, o'sha joyga qaytib keyin tushunasiz. Va bu kitob albatta bibliotekada, kutubxonalarda turishi kerak. 1 yildan keyin, 2 yildan keyin, 5 yildan keyin yana qaytadan o'qilishi kerak. Shunda chunki yillar davomida sizga boshqa bilimlar, bagajlar qo'shilgandan keyin bu kitobni qaytadan o'qisangiz, yana qaytadan yangi nuqtalar, tushunmagan nuqtalar paydo bo'ladi. Intellektual insonning eng kuchli xislati inson ongida yangi sintezlar, yangi analizlar yaratish. Ya'ni inson muttasil yangi axborotlar oladi, bilimlar oladi. Va fikrlovchi ong, fikrlovchi miya insonning ongida har lahzada, har bir hayotiy bir vaziyatda yangi sintezlar, yangi qorishmalar yaratadi. Va mana shu qorishmalar orqali hayotga,
masalaga, muammoga ijodiy qaraydi. Bu kitobning maqsadi ijodiy insonni, ijod qiluvchi, erkin fikrlovchi va nima deydi? Har qanday vaziyatda mexanik, ya'ni qolipda fikrlovchi emas, ijodiy fikrlovchi insonni va tizimni shakllantirish asosiy maqsad hisoblanadi. Rahmat Kamoliddin aka, bugungi suhbat uchun sizga rahmat.